Dunyodagi eng xavfli odam o'zini aqlliman deb o'ylab, aql o'rgatadigan odam bo'ladi-yu. Bilasizmi? Shu qarz olib oldim nima qilsamkin, siz sirasi kredit olganda zo'r olib ketadi. O't tashlab, mana shu eslik qilaveradi. Qizim bilan anchadan beri gaplashmayapman, urushib qolganmiz. Hozir yozammikin, nima deb o'ylaysan? Siz sirasi yozadi aniq. U senga mubtalo bo'lib qolgan. Do'stim, isham men odamlarim sezyapti, hozir o'zini bolishga dimlab yig'lab yotibdi ashqisi. Hijron ko'chalarida yurib seni eslab. Yozginda yomog'i, yaxshimisan deb yozgin deydi. Bo'pti deb tur, yaxshimisan deb yozadi. Sirasi bloklab qo'yadi-yu. Bo'ldi endi, pishdi уже. Istoriyasini ko'rish uchun ham boshqa akkaunt ochish kerak, fake akkaunt. Men qizga yoza olmayapman do'stim. Lapashlik qilib jinni ketdi narsa yozib qo'ymay deb desiz. Berib tur, men yozib beraman. Deb bilasizlarmi nima deb yozgan? Yaxshimisiz sizlarda ham chorshanbami bugun deb yozibdi. Hali qizim yo'q bizda dekabr bugun deb atvet qo'yib. Nechinchi yil sizda yana 2005 deb. Desa 2005 bo'lsa siz ham muchalingiz tovuqmi yo chiroylilar uchun alohida muchal chiqqanmi? Ko'ynimali dedi. Hali qizni hayolida mendan tupoy odam yo'q yer yuzida уже. Jakuy bilan meni qo'shganda IQ'imiz 5 deb o'yladi. Uyingizda nechta razvedka bor deb yozmabdi ham.